Mana bu Prezident maktabi, mana bu Prezident maktabining stadioni va mana bu $20,000 ga 80 metr kvadratlik yangi novostroykadan 2 xonalik tayyor xonadon. Video oxirigacha tomosha qiling, hamma ma'lumotlarni berib o'taman. Uyimizning kiraverish eshigimiz prixojinli mebellari qilingan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, kattagina holi, oyoq taklari parketda turibdi, laminat emas bu. Va marhamat, sanuzellarimiz alohida qilingan sanuzellar. Ko'rishingiz mumkin, to'liq kafilda. Bugungi uyimizda suv, gaz, svetdan muammosi yo'q. Arestoni ham, duh kontini katyoli ham bor. Uyimizning yotoqxona qismi marhamat, patologga alohida baho berib qo'yasiz balandligiga. Bu yoqda o'zini kladovka qismlari joylashgan. Hozir birro ko'rsatib o'taman. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, kladovka qismimizda isitish tizimlari mana shu yerga o'rnatilgan. Yonkislari ham bor. Zapas, agar mabodo suv o'chib qoladigan bo'lsa, sizning uyingizda suv o'chmaydi. Atak bu hududlarda suv o'chmaydi. Bugun O'zbekiston hududida uy ko'ryapmiz. Shundoqqina Prezident maktabining yonginasida joylashgan. Va mehmonxona qismimiz, mehmonxonamizda yumshoq mebellari bor, ochiq balkonlari ham bor, konditsionerlar, televizor, bitta televizor ketadi, qolgan hamma narsa qoladi. Mana shu stol bilan. Patologlari ko'rishingiz mumkin. Bugungi uyimiz 5 qavatli domlarning 5-qavatda joylashgan bo'lyapti. Marhamat, hurmatli obunachilar, oshxona qismimiz yumshoq mebellari qilingan, o'tirib ovqatlanish uchun konditsionerlari bor va oshxona mebellari ham chiroyli qilib qilingan. Oshxonamizda hamma betoviy texnikalari bor. Bugungi uyimizda yashash uchun hamma shart-sharoitlar yetarli. Shundoq kelib yashash kerak xolos. Uyimizning manzili O'zbekistonskiy Prezident maktabining yonidagi 5 qavatli yangi domlar 5-qavatda bo'lyapti. Uyimiz g'ishlik dom. Bugungi uyimizni bemalol naqdga ham, ipotekaga ham xarid qilishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. Narxlarni opsiyanada yozib qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga telefon qilib bemalol uylarimizni baraka qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.